amal daftarimizning birinchi betida birodarlar nima turadi? Namoz turadi. Subhanalloh. Agar mana shu birinchi sahifasida namoz mukammal bo'lsa, bu payg'ambar alayhisolatu vassalomning xushxabar va'dalari. Qolgan amallar yopilar ekan. Bu odamga jannatni kaliti berilar ekan. Bu odam amal daftarini ko'tarib yugurar ekan mahsharda. Menga jannatning yo'llanmasi berildi. Hammaga ko'rsatar ekan, odamlarga ko'rsatar ekan, maqtar ekan, jannatning kalitini berdi. As-salatu miftahul jannah. Namoz bu jannatning kalitidir. Namozdan o'tib oldi. Qolgan hamma amal yopilib ketar ekan, xatolari. Hamma xato gunohlar yopilib ketar ekan birodarlar. Namozdan o'tib olsak bo'ldi birodarlar. Dehqonchilik qilasizmi? Ustachilik qilasizmi? Tom yopasizmi? Devor urasizmi? Nima ish qilsangiz ham namozni birinchi o'ringa qo'yib qo'ying, inshaalloh najot topasiz birodarlar. Birinchi o'ringa namozni qo'yib qo'ying, har qanday holatingizda azizlar. Qolgan ishlar o'z-o'zidan bo'laveradi. Agar birodarlar birinchi sahifada namoz chiqmasa, undan keyingi qilgan opangizga uy olib berdingizmi, singlingizga uy olib berdingizmi, qo'shningizga uy olib berdingizmi, kasalxona solib qo'ydingizmi? Bir oz bo'lsa ham, achchiqroq bo'lsa ham sizlarga aytayapman. Ko'prik sovardingizmi, shaharcha qurib yordingizmi? Birinchi sahifada agar namoz chiqmasa birodarlar, bularga qaralmas ekan. Alam qiladimi? Alam qiladimi? Shuning uchun eng birinchi o'ringa birodarlar Mi'rajul mu'minin. Mu'minning mi'roji bo'lgan namoz. Namozda siz mi'rojga chiqasiz. Namozda siz Alloh bilan muomala qilasiz, mi'rojga ko'tarilasiz. Mana shu yagona gavharimiz birodarlar namozimizni mahkam tutib, kenayalarimizga ham, ahliyalarga ham, qizlarimizga ham dunyoviy bironta ishda ularni koymang. Dunyoviy bironta ishdan undan xafa bo'lmang, illo namozi uchun xafa bo'ling. Ya Robbi deb duo qilayotgan bir yigit masjidga kirib, imom kirib qoldi. Ya Robbi debdi. Qo'yni qo'ltig'imda yotgan ayolga o'zing taqvo bergin, unga ixlos bergin. Ertalab har kun namozga turib, namozga chiqib kelar ekan hali yigit. Uni ayolini sochlari olvosti bo'lib uxlab yotar ekanda. Ya Robbi, uyda uxlab yotgan ayolimga o'zing e'tiqod bergin. Namozga bo'lgan muhabbatni qalbiga solgin deb duo qilar ekan. Haligi imom orqasida buni duosini eshitar ekan. Haligi imom amin, amin, amin deb qo'shilib turibdi. Amin deb qo'shilib turibdi. Ya'ni qarang, mana shunday qahramon yigitlar bor. Ayollar uxlab yotsa, tur o'rningdan namozingni o'qimaysanmi demasdan duo qilyapti, yig'lab duo qilyapti. Ya Robbi, uyimdagi ahliyalarimga ham namozning lazzatini nasib qilgin. To'shak